Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Man soma Ramazona va atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr" dedilar. Kim Ramazon ro'zasini tutib, ortidan Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutsa, yil bo'yi ro'za tutgandek bo'ladi dedilar. Imom Muslim, Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyatlari. Nega desa, Qur'onda Alloh nima dedi? "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Nima ekan? Kimki bir hasana, bir ko'chat eksa, yaxshilik ko'chatini savobli ish qilsa, unga nima qilamiz? 10 barobar ko'paytirib yozilur. Ramazon 30 kunmi? 6 kun ro'za bilan necha kun bo'ldi? 36 kunmi? 10 ga ko'paytirsa 360 kun. 360 kun ro'za tutgan bo'ladi. Endi qarang, Ramazon hayitini ertasidan boshlab tutish kerak ekan-a? Endi savollar tug'iladi xalqimiz orasida. Ba'zi bir tadbirlar, marosimlar bo'lib qoladi orasida. Insonning mijozi har xil bo'lib qoladi. Bu haqda Zohiriyya va Xulosa nomli fatvo kitoblarimizda Shavvol oyidagi 6 kunlik ro'zani ketma-ket tutirish shart emasligini aytilgan ekan. 6 kun paydarpay bo'lish shart emas ekan. Balki bir oy davomida tutib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni mijozingiz ko'tarsa, sog'lig'ingiz ko'tarsa, shuni tutib qo'ysangiz kifoya qilar ekan. Demak, Ramazon ro'zasidagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar, nuqsonlarga mana shu 6 kunlik ro'za nima bo'lar ekan? Kafforatan bo'lar ekan. Zero beayib kim? Parvardigor olam, banda kamchilik, xatolardan xoli emas. Go'yo farz namozda kamchiliklarimizni nima to'ldiradi? Sunnatlar, nafillar to'ldirganidek, Ramazonning farzinidagi kamchiliklarimizni 6 kunlik tutib qo'yadigan Shavvol oyidagi ro'zalarimiz ham inshaalloh albatta uni o'rnini to'ldirar ekan. Qolaversa, Shavvolning 6 kunida ro'za tutish o'z mohiyati bilan musulmon kishini ro'zadan zerikmaganligiga, balki unga rag'bati kuchli ekanligiga dalolat qilar ekan. Yana bir mohiyat qarang. Alloma Ibn Rajab rahimahulloh aytadilar. Zo'r gap ekan mana shu ham, maşalloh qarang. Ramazon oyidan keyin ro'za tutib yurishga odatlanish Ramazon oyi ro'zasining qabul bo'lgani belgisi ekan. Solih amallarni qilib yurgan odamni tugadi endi Ramazona. Yana solih amallarga kirishishligi, demak Ramazon oyini unda qabul bo'lganligi, Ramazon oyini ijobat bo'lganligi, maqbul bo'lganligi, manzur bo'lganligi, Allohning huzurida mahbub bo'lganligini belgisi ekan. Chunki Alloh taolo bandasining biror amalini qabul qilsa, undan keyin uni boshqa solih xayrli ishlarga boshlab davomli qilar ekan. Istig'for aytayapti. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh va atubu ilayh deyapti. Endi unga Hasan al-Basri aytadilarki, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh va atubu ilayh. Allohim meni kechir, meni kechir, meni kechir, meni mag'firat qil, men tavba qilaman, istig'for aytaman, sendan yalinaman deyapti. Xo'p, astag'firulloh deyishlikni kim uni qalbiga soldi? Alloh. Kim uni tiliga gapirtiryapti? Alloh. Kim uni muhabbatini soldi ketma-ket aytishlikni? Alloh. Demak, Alloh kechirishni xohladiki uni gapirtiryapti. Qarang. Alloh xohladi uni rizqini mo'l-ko'l qilishlikni. Demak, uni ikkilanmang. Kim bizni jumaga chorladi? Alloh emasmi? Qancha odamlar mazza qilib, aysha ishrat qilib hozir o'tirganlar bor. Qancha odamlar boshqa narsalar bilan yurganlar bor. Alloh hamma ishimizdan kelib mana shu yerga baxt saodat uyiga kim olib kelib qo'ydi? Alloh olib kelib qo'ydi. Demak, bizni kechirish xohlayapti, bizni yaxshi ko'radi. Bizni duolarimiz ijobat bo'lishini xohladi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun bizni jamladi. Demak, Alloh barchamizni Ramazon oyi, Shavvol oyini fazilatlaridan ilohim bahramand aylasin. Zimmasida Ramazondan qazosi bor kishi nafl ro'za tutishi mumkinmi degan savolga javob beradigan bo'lsak, ulamolarimiz aytadilarki, avvalo qazosi bor odam, ya'ni Ramazon oyida qaysidir ro'zalarni tuta olmagan bir uzrlar sababli shu odam birinchi navbatda shu Ramazonda qazo qilgan ro'zalarni tutadi u. Chunki u zimmasiga Alloh farz qilgan, u farzni vaqtida bajara olmadi, u zimmasida qarz bo'lib turibdi. Uni tezlik bilan uni qazosini birinchi navbatda tutib berishga harakat qiladi.
Endi mana shunday harakat qilib yurgan paytda ko'p savoblar va'da qilingan nafl ro'zalar mavsumi kelib qoldi, kunlari kelib qoldi. Misol uchun Ramazondan keyin Shavvol oyida 6 kunlik ro'za tutish masalasi. Bunga ham juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. Yoki Arafa kuni ro'za tutish, yoki Ashuro kunlari ro'za tutish. Shunga o'xshagan katta savoblar va'da qilingan nafl ro'zalar kunlari kelib qolsa, zimmasida Ramazonni qazosi bo'lsa ham bu odam bu ro'zalarni tutishga shariatimiz ruxsat berar ekan. Chunki bu haqida Badoi'us Sanoya degan kitobda shunday matn keltiriladi. Innahu la yukrahu liman alayhi qaza'u Ramazon an yatatawwa. Ramazonni qazosi zimmasida bo'lgan odamni nafl ro'za tutishligi makruh emas degan ma'no kelyapti bu yerda. Demak, azizlar, zimmasida Ramazon ro'zasini qazosi bor odam nafl ro'zalarni tutishi mumkin ekan. Lekin yuqorida aytganimizdek, zimmasida qazo ro'zasi bor odam imkon qadar tezroq bor imkoniyatini sarflab shu zimmasidagi qazo ro'zalardan tezroq qutulib Allohning oldidagi qarzdan xalos bo'lishligi bu dinimizning talabi. Ba'zilar tushunchasida bor, hayit 3 kun deyishadi. 3 kun u nimaga qurbonlik hayitiga adashtirishadi. Aslida Ramazon hayiti 1 kun. Ramazon hayiti tugagandan keyinoq o'sha Shavvol ro'zasini boshlash mumkin. Payg'ambarimiz alayhissalomni marhamat qilganlarki, "Man soma Ramazona va atba'ahu 6 min Shawwalin kana kasiyamid dahri." Kim Ramazon ro'zasini tutsa va unga 6 kun Shavvolni ergashtirsa, u 1 yillik ro'zadek bo'ladi deydilar. Mana shu hadis sharifdan kelib chiqib, bu ro'za mustahab, sunnat darajasiga ko'tariladi, targ'ib qilinadi, qilish juda ham katta savob, 1 yillik savob deyaptilar. Buni ulamolarimiz aytadilarki, o'sha 30 kun Ramazon 10 barobar savob berilsa, Qur'oni Karimda ta'kidlanadi. Har bir savobga, savobli amalga 10 barobar savob berish keladi. 300 bo'ladi. 6 kunni unga ko'paytirsak 60 bo'ladi. 360 kun. Ya'ni 1 yil shu bilan yig'ilib qoladi. Endi bu ro'zani hikmati shundaki, har bir farz namozlarda oldida va orqasida sunnatlari bo'ladi. Namozlarda sunnatlari. Bu sunnatlar mukammil deydi, to'ldiruvchi hisoblanadi. Farzlardagi kamchiliklar, xato, banda xatodan xoli emas, kamchilikdan xoli emas. O'sha farz ro'zalarimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, shu nafl ro'za bilan u butun bo'ladi, kamchiliklar to'lib ketadi. Yana bir hikmatini ulamolarimiz aytishadiki, Alloh taolo bandasini ibodatlarini qabul qilsa, yana uni o'sha solih amallarga tavfiq beradi, yana davom etadi banda deydi. Xuddi shunday biz ham umid qilamiz, Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. O'sha izidan yana siz aytgandek o'rganib qolgan ro'zamizni davom ettirishimiz shu Alloh taoloning tavfiqi bilan o'sha oldingi ro'zani qabul bo'lgan bir alomat. Endi buni qanday birdaniga uzmasdan tutish kerakmi yo bo'lib tutsa ham bo'ladimi deganda, bunda kengchilik bor bu masalada. Ya'ni o'sha Shavvol oyi davomida tutib bersa kifoya. Xohlovchilar hayitdan keyin ertada hayit tugagandan boshlab 6 kun tutib ketishi ham mumkin. Yoki har hafta ikkitadan tutishni tavsiya qiladi. Dushanba, payshanba qilib. Ulamolarimiz shuni ham tavsiya qilishadi. Har haftada bo'lib 2 kun tutishda ham bunda hech qanday muammo yo'q. Misol uchun ba'zilar o'sha Ramazonda qolib ketgan qazosini bilan tutkilar kelishadi. Misol uchun o'sha kasal bo'lib qolgan 2-3 kun yo uzrli ayollarda uzrli holatda bo'lib qolganlar birdan tutmoqchi bo'lishsa, bemalol hayitdan keyin o'sha birinchi qazolarini tutib, undan keyin Shavvol oyida qolgan 6 kunda ham tutishlari mumkin. Bu borada ya'ni keyinchilik bor. Uzib ham tutish mumkin uni, birga tutish ham mumkin. Haftani misol uchun oyda o'rtasida, oxirida 6 kun qilib qo'shib tutish ham mumkin. Bo'lib ajratib tutish ham mumkin, orasini oralatib. Bu borada demak keyinchilik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha imkon boricha harakat qilish kerak. O'sha aytganimizdek, bir tomondan ro'zadagi kamchiliklar to'ldirsa, ikkinchi tomondan bu Alloh taoloning tavfiqi o'sha ibodatlarda maqbul bo'lganligining bir alomati. Shunga Shavvol ro'zasi qanday tutiladi degan savol bor. Ramazon ro'zasini deyarli farq qilmaydi. Farq qilmasligi o'sha niyat qilinadi. Xuddi Ramazondagi kabi bugun Shavvol ro'zasini yoki nafl ro'zani yoki ro'za tutishni niyat qildim. Tong otgandan kun botguncha ro'za tutishni niyat qildim desa ham o'tadi o'sha niyatlari.
Mabodo saharlikdan uxlab qolgan odam turgandan keyin hech narsa yemay ichmay ham niyat qilib qo'yaveradi. Og'iz ochishda o'sha duo. Endi vaqtini aniqlash uchun taqvimlarimizga qaraymiz. Taqvimlarda bomdod vaqtini kirishigacha saharlik qilsa bo'ladi. Og'iz ochish vaqti shom vaqti. Shom vaqti kirgandan keyin og'iz ochadilar. Demak, Muslim.uz o'sha portalida ham namoz vaqtlari ko'rsatib qo'yilgan, Shunday. o'shandan mo'ljal qilib olsa Bomdod bo'ladi. vaqti kirguncha saharlik qilinadi. Viloyatli plyus minusini oladi. Shunday o'zini vaqtini e'tiborga oladi. Shom vaqti kirgandan keyin og'iz ochadi. Rahmat.